Öğretmen. Yo, yaxshilikka. O yaxshisiz. Bu qatorliq davlat bayrami 7 kun qo'yib bersa, qaytmoqsiz-ku. Asli jutqi berib kelay degandim, lekin shu balam ta'tilda borayli deganlik uchun bu qitim borolmay qoldim. Uning ustiga cho'nglarmi uyda yo'q. Rostini desam ukam, mush urug' tuqqanlarni faqat avorqim kamida qarang. Mundaqda. Hayda. Mush 10-nji ayning oxirida dadam opamning to'y xotiri kunida. Nima yaxshi? Biroq nemis o'qishim faqat bilamayaptimi? Akamga pul berma deydi. Nima qilaymi ya? Ay singli, mush burunqi so'g'atlarimiz qarang. Shunda oloyda ma'nolarga egdi. Masalan, mush qo'lda tikkan do'ppi deysiz, miyig'iz majan deysiz, qo'l yog'liq deysiz, mushunga o'xshash narsalar. Lekin meningcha ukam, eng yaxshisi siz mush o'zimiz ishlayotgan Güliston guruhining mahsulotlarini so'qsiz bekrak yaxshi bo'larmiki deb o'yladim. Qanday deysiz-da? Chunki o'zingiz shirkat ishlaysiz emasmi? Ular faqat o'ylashmoqdimi? Uning ustiga o'zingiz ishlagan shirkatning mahsulotlarini so'qsiz, har birisiga o'zingizning ajri singan bo'ladi. Ota-onangizmi suyundi ukam. Meningcha bo'lsa, ota-onangiz pulga qaraganda bekrak, haqiqiy mehr-muhabbat va haqiqiy kuyinishga muhtoj. Uning ustiga mush ota-onalar o'z farzandlarining jafoliq ajri orqali ro'yobga chiqqan natijasini ko'rishga bekrak xushtar emasmi? Shundaqmi? Bek yaxshi dedingiz-chi, rahmat ada. O'zimizning yerni o'zimiz yoqida. Gapingiz pek to'g'ri oldu. Ukam bana ishlatga chiqra. Bo'ldi. Ma'qul bo'lsa-da. Ma'qul ukam. Kirib turingizmi? Ma'qul. Adaş, aldın mı? Neymiş? Neymiş ne deysen bu? Ha? Ya hem işte muştak keyin xabarda bolamsın deyman. Sta. Maqaysa maqitimi yan Dubay chiqdi ekan. Mushma? Astagfirullah. Sana oldin ketinmay Yaponiyaga bir tayyorlik qilib tursam, olim chiqib olgan. Shundaq-ku? Shuna? Ha, maqitib endi Dubay chiqib bir toz bir o'ynab, aylanib kelaymikan desam, bu fırsatim Qaysar berayapti. Yani qanday shirkat olib ketdirayman bu? Adaş, fırsat bizgini kep kaldı. Turistlik bo'ldi-ku. Astagfirullah. Mushuna degesh kishsan. Mushada o'tirib qolgan bola. Men ne bo'ptimi? O'sha olim Qaysarlar o'qigan maktabda biz o'qimaganmi? Ishkaylarni ulardan narimiz kep qoldi. Qara adash. Ay ish qisman shirkat kelgan yoqqa. Ha? İşkiyle kildiğim fırsatın hammasini o'sha ish yeb turdi yeb. Qalqishmanglar yigitlar. Oy. Çakçak çeşvatkan çocuklar çay içip Qaralab ko'ring. Bizda ma Güliston guruhimizda oliy maktabni bitigan istardek talantli yoshlar intayin ko'p. Boyitdan beri olsam, nemishqa olim Qaysarlar doimlikdek chet elga chiqadi deb baqaqshab ketdilar. Ular ingliz tilini, yapon tilini shunda puxta bilgan. Sizlarcha? Bilmaydigansizlar? Onun ustiga ular chet elga sayohat uchun boradi. Bizning mash shirkatimizga vakolatdan ish bijirgili rayonimizning sog'lomlik mahsulotini tashviqot qilib biz shunday o'ylagan. Mening uchun fikrlarim qaranglar. Boshqalar yaxshi natijaga erishganda avval o'zimizga savol tashlashimiz kerak. Men zodi qanchalik, men zodi qanday qila oldim deb. Mening narim kam. Men tirsam cho'qim boshlardek yaxshi natijaga erisha olayman deb umidvor yashashimiz kerak. To'g'ri. To'g'ri esingizda baş. Biz turishimiz. Biz diqqat qilaylik. Quruq gapni qo'y. Ishlan. Ma'qul. Bu qatam asos qatlamni tushib tashviqot ham ilq yetkazish xizmati olib boramiz. Endi bu shaxta yaxshi tarkib fikrlarini olsa o'tirib qo'ysam oldi. Güliston guruhimiz nemishqa xalqarodagi cho'ng bozorlarni ko'zlamay aksiyani asos qatlamga erishimiz. Sizce halkımızdan hammasi, bulupmu mehnatkash dehqonlarimiz hammasi to'rdan mol setilishini bilamda. Güliston guruhi payda pul tepish uchun qurilgan emas. Men Aynurning gapiga qo'shilaman. Biz asos qatlamga guruhimizning tashviqot uchun tushmaymiz. Biz turmush yuvinimiz. Xuddi hozir 3 el xizmatiga tushgan avangardlardek shirkatimizning chet elda turib o'zgacha madaniyat, ilg'or ishlarni ko'rgan xizmatchilarimiz madaniyat tarqatadi. O'zaro o'g'inish, o'g'itish, buningdanmi ko'ngilli ish yo'q deb o'ylayman.
Menimcha yurtlar ko'proq borayli. Xalqimiz sog'lomlik jihati yana qanday masalalarga muhtoj o'rganayli. Bildiganlarimizni so'zlab berayli. Chunki bizning Guliston guruhimiz hargizmi bir qancha odamlarni bayqalish uchun emas. Balki xalqimizni sog'lomlik erishtirish uchun avtonom rayon sog'lomlik mahsulot bozorini ichki o'lkalarga va chet ellarga yuzlantirish uchun qurildi. Yaraysa, aytqanlarning hammasi bizning Guliston guruhining ro'yi uchun biz cho'qim xalqaro yuzlanimiz aytganmiz. Oldi bilan o'zimizning xalqimizdan yurtkilardan boshlashimiz kerak. Chunki toshim tushgan yer emas bu. Amis bu qayerdan kim boshlamchi tushdi? Men